Navoiy shahrining markazidan kim birinchi qavatdan bir xonali xonadon qidirib yurgan bo'lsa, sizlar uchun arzon narxda xonadonimiz sotuvga qo'yilibdi. 9-mikrorayon hududi, To'g'rimizda 9 bozori hamda uni yonidagi Yangi hayot domini yonida 7 qavatlik blokstavka domimiz joylashgan. Xuddi shuni birinchi qavatdagi xonadonimiz sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Lokatsiyamiz juda ham yaxshi, asosiy yo'l yaqin joyda joylashgan hamda To'g'rimizda gum. Bu tarafga o'tadigan bo'lsak, 11-12 maktablar yaqin joyda joylashgan. Xonadonning ichki tuzilishini ko'rib chiqamiz. Keling. Uyimizning ta'miri yaxshi holatda, prixoshka qismi, bu yoqda mebel qo'yilgan, bu tarafda kladovka hamda bu tarafda kattagina garderob qismi mavjud. Bu tarafga o'tadigan bo'lsak, umumiy yuvinish xonasini remontlari yaxshi holatda bo'lib turibdi, ko'rishimiz mumkin hamda asosiy katta xonasi, aboylari, tepa patolog qismlari juda ham yaxshi holatda. Bu birinchi qavat, e'tibor beringlar. Notarar qilish imkoniyati ham bor, hattoki xo'p, balkon qismiga o'tadigan bo'lsak, mana shunaqa tapchan sifat joy qilingan, o'tirib choy poy ichsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa narsalarni qo'yish imkoniyati bor. Bu yoqda bankalarni saqlash uchun podvalga o'xshagan joy ham qilib qo'yilgan. Hamda oshxona qismini ko'rishimiz mumkin. Oshxonada ovqat tayyorlash uchun barcha sharoitlar yaratib qo'yilgan. Gaz plitalari bular hammasi qoldiriladi, faqatgina xolodilnik, mana shu texnikalar olib ketiladi, yana ham kelishuvga asosan. Demak, sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tgan 7 qavatlik domni birinchi qavatidagi ushbu xonadonimiz narxi 355 million so'm, faqatgina naqd ko'rinishda savdo bo'ladi. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi raqamlarimiz orqali bog'lanishlaringiz mumkin. Navoiy Uy Baraka kanaliga obuna bo'lsangiz, shunaqa yaxshi xonadonlarni arzon narxda doimo ko'rib borasiz.